Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 13 avgust Urganch Dehqon bozor dolu kursi bilan Hamgar bankni aytib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib, birdan olib pichak like bilan bosib yuraveringlar. Bizdan sizga informatsiya chapab turibdi ekan bugun. Bugungi holat Hamgar bankni rubl o'lib ketdi opishim. Bozor boramiz, bozorga borincha sizlarga homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Shayda tur firmasi. Agar siz ham chetga ketaman desangiz, yo ota-onalar sanatoriyaga yoramiz chetda desangizlar, sizlar uchun xizmatda oyoq qassa xizmatlar ham bor. Telefon rostida ekranda telefon nomerlari chiqadi. Men yaqinda Turkiyaga borib keldim dam olishga. Necha yo'li tartiblari, necha so'm chiqadi? Bugun xudo xolasa men Shayda tur firmasiga keldim. Ko'pchilikni savolga javob bering. Bizada 15 dan ortiq vizasiz davlatlara va 30 dan ortiq vizali davlatlara hozircha tur paketlarimiz bor. 90%, 95% O'zbekiston aholisini qiziqishi bu birinchi o'rinda Turkiya bo'ladi. Turkiyaga asosan 7 kecha 8 kunlik haftalik tur paketlarimiz bor. Bular 699 dollardan boshlanadi taxminiy narxlarimiz. İstanbul plus Trabzon aytib bersak bo'ladi, İstanbul plus Antalya aytib bersak bo'ladi. Bu sayohatchilarimizni o'zlarini xohishlaridan kelib chiqib aytib beramiz. Tur paketimiz narxining ichine borish kelish aviabiletlari, transfer xizmatlari, otelda pitaniyalari giradi va meditsinskiy strafovkalar ham ichine giradi. Necha davlatga biz bez viza uchib bilamiz? Biza 15 dan ortiq davlatda bez viza uchib bilamiz. Lekin Turkiyaga borsangizlar, ancham turk tili ham kerakmi? Shu o'zbekchani uraslamaga o'xshab, xorazmchani Urganch, Toshkent, Urganch, Sankt-Peterburg kabi aviakassa xizmatlarimiz ham bor. Yaxshi bir kislorodi voy, chiroyli bir shaharlarga yuboradigan bo'lsak, bir qaysi shaharlar hozirgi kunda yaxshi bo'lib turibdi, masalan, sanatoriya desak ham bo'ladi. Sanatoriyalari 7 kundan 10 kungacha tur paketlarini taklif bersak bo'ladi. Ya'ni 7 kun sanatoriyada dam olib, yechengalarni olib, sog'lomlashib, 2 kun balkondan sayohat etib kelsalar bo'ladi. Litsenziya bor. Bilasa litsenziya olishni o'zi ham bo'lmaydi. Чисти dokumentalniy firma bor. Xiyo yo'li Quruq ko'pir bu yoqda. Urganchdan kelishda. Birinchi svetoforda o'tgan yerda yana ko'rib turganlaringiz Shayda tur firmasi shu yerda joylashgan. Insho'ra kelavasizlar. Xiyodan kelishda o'ng tomonda joylashgan. Bozorga keladigan bo'lsak, bozor 100 dollarni 1 million 190 dan 95 dan olib turibdi. Infinbank ham 1 million 195 olib turibdi. Rublga keladigan bo'lsak, bozorda 133 dan 137 ming so'mni 1000 rubl so'rabdilar. Tanga 24 ming so'm 1000 tanga. 100 euro 1 million 350 olib turibdi. Turk puli 1000 liramız 200 ming so'mdan olib turibdi. Bugungi yangiliklarimiz shuningmi? Sog' bo'linglar, boy bo'linglar, biz kuzatishda davom qilinglar.